Assalomu alaykum. Mavzu boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim usullaridan foydalanish. Mazmuni: birinchisi, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi roli va ahamiyati. 2. Ta'lim usullari turlari va ularning ta'siri. 3. Kompetentlikni shakllantirish, ta'lim usullarining o'rni va natijalari. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining roli. O'qituvchining ta'limdagi roli bolalar uchun muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat bilim berish, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadilar. O'qituvchilar o'quv jarayonini tashkil etish, o'quvchilarning qobiliyatlarini aniqlash va ularga mos ta'lim usullarini qo'llash orqali ta'lim sifatini yaxshilaydi. O'qituvchining kompetentligi ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ular o'z bilimlarini yangilab, zamonaviy ta'lim usullarini o'zlashtirishi kerak. Bu orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ularni faol ishtirok etishga undaydi. Ta'lim usullarining ahamiyati. Zamonaviy ta'lim usullari o'qituvchilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. O'qituvchilar interaktiv va amaliy usullarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Bu usullar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. O'qituvchilar ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirishi va ta'lim sifatini yaxshilashi mumkin. Ta'lim usullarining turlari va ahamiyati. Ta'lim usullarining asosiy turlari. Boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan ta'lim usullari ko'p turli xil bo'lib, ular o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etadi. Ushbu usullar orasida an'anaviy darslar, guruhli muhokamalar, interaktiv o'yinlar va loyiha asosidagi ta'lim mavjud. Har bir usul o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ta'sir qiladi. Ta'lim usullarining ta'siri. Ta'lim usullari o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, interaktiv usullar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning qiziqishini oshiradi. Shuningdek, guruhli muhokamalar o'zaro fikr almashish imkoniyatini beradi. Bu esa bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Ta'lim usullarining ahamiyati. Boshlang'ich ta'limda ta'lim usullarini to'g'ri tanlash o'quvchilarning muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari bor. Shuning uchun o'qituvchilar ularning ehtiyojlari va sharoitlariga qarab tanlashi kerak. Ta'lim usullari o'quvchilarning o'z-o'zini anglashiga va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishiga yordam beradi. O'qituvchilar bu jarayonda o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularning o'z fikrlarini ifoda etishlariga yordam berishlari muhimdir. O'qituvchilarning kompetentligi ta'lim usullarini samarali qo'llash bilan bog'liq. Ular o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, mos ta'lim usullarini tanlash orqali o'qitish jarayonini yanada yaxshilashlari mumkin. Ta'lim usullarining roli. Ta'lim usullari boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun ta'lim usullari kompetentlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarning bilimlarini kengaytirish, ko'nikmalarini rivojlantirish va shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Ta'lim usullari shuningdek o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi interaktivlikni oshiradi. Bu esa o'qitish jarayonini samarali qiladi. Ta'lim usullarining turlari. Ta'lim usullari ko'plab turlarga ega, masalan, amaliy mashg'ulotlar, guruhli muhokamalar va o'z-o'zini o'qitish. Ushbu usullar o'qituvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning o'z fikrlarini ifoda etishiga imkon beradi. Har bir usul o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, ularni to'g'ri tanlash muhim. Natijalar va samaradorlik. Ta'lim usullarining samaradorligi o'quvchilarning kompetentligini oshirishda ko'rinadi. O'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularning o'z-o'zini baholashini oshiradi. Shuningdek, o'qituvchilar ta'lim jarayonida o'z usullarini baholash va yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu jarayon o'qituvchining professional rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'quvchilarning muvaffaqiyatli ta'lim usullarining tanlanishi va qo'llanishiga bog'liq. To'g'ri tanlangan usullar bilan o'quvchilar o'z maqsadlariga erishadi. Va e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.